Oke, men Captiva'ni boru. Original e'lonimiz kelib qoldi. Videoga hozirdan bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Kimdirlarga 2.4 motor yoqsa, kimdirlarga 3 litrli motor yoqadi. Sizga qaysi biri yoqadi o'zi, oke? Ranglari qora svetda, holatlari a'lo darajada bo'lib turgan. Natarskiy dokumentlar tayyor bo'lgan Captiva to'ri tiniga kelib qoldi, oke? Hozirdan videoga bitta like bosib, Captiva'ni yaxshi ko'rib haydaydiganlarga bu videoni jo'natib qo'yish kerak. Chunki, oke, ishoning, bunaqasi 10 tadan bitta chiqib qoladi. Mana buni qarang. Mashinamizga tonirovka qilib qo'yilgan, lekin ruxsatnomasi tugab qolgan ekan. Salon qismlaridan ko'rishingiz mumkin. Yaxshi sostenida turibdi. 117 ming kilometr masofani bosib o'tgan 2017-yil Captiva to'r mashinasi bo'ladi. Bitta roni mana shu krilosida nimadir bo'lgan ekan, kichkinagina petno qilib septirib qo'yishgan. Mashinamiz gazda yurmagan. Faqat benzinda harakatlangan holatlari a'lo darajada bo'lib turibdi. Narxini $15,900 egalarni ko'ndirib qo'ydi. Bemalol telefon qilib mashinani baragasini qilib olib ketaversanglar bo'ladi. Yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.